Odamga tashlanmaydi, ha? Odamga tashlanmaydi. Yangi olgan egasiga ham tashlanmas ekan. O'yinqaroq. Quloqlarini ko'ring. Zo'r ekan quloqlar shalpan. Mana shu Alaba aka, mana. Lapalariga e'tibor beraveramiz mana. Alaba ya, necha oylik kuchuk aka? Bular aka 1 oylik bo'lishdi. 1 oylik bo'lishdi. Oyligi 3 oylik. Mana bu yerda kuchuklar ko'p Sashakada. Turapskiy apchalka. Mana bu yoqda bolalari ham bor ekan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Nechta ekan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta ovcharka kuchuklari bozorga chiqibdi. Assalomu alaykum sizga foydali kanalimizning hurmatli kuzatuvchilari. Bugun biz Farg'ona 5 bola it bozoridamiz. Bu yerda mana bunday ovcharkalardan tashqari boshqa yosh kuchuklar ham chiqibdi. Bularni sizlarga hammasini videoda to'liq ko'rsatib berganmiz. Agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ying, videomizga bitta chiroyli like bosib qo'ying. Addush hammalarga hurmatdasizlar. Xo'p, mana ovcharka kuchuklariga keladigan bo'lsak, narx-navolari. Narx-navolarni aksiyada 500 ming so'mdan narx-navo aytib qo'yishibdi. Mana shu yerda tanlab olaverasizlar. Onasi sotilmaydi, aka. Onasi ham sotaveramiz. Nechta puldan aytyapsiz onasiga? 1 million so'm onasi ekan. O'zingiz yoshligidan boqqansiz bu kuchuk onasini. Sotib olgansiz siz ham. Akamiz sotib olgan ekan. Mana shunaqa 9 ta kuchukni dunyoga keltiribdi mana shu. Ona kuchuk it. Narxlari 500 ming so'm. Aka telefon nomerini aytib qo'ying. 88 lik 209 96 92 nomerlariga telefon qilaverasizlar. Ulgurib, xudo xolasa, sizlarga ham nasib qiladi bittasi. Aka buni zoti qanaqa kuchuk? Zotini Bu hali ovchi itda bu. Ovchi it. Odamga tashlanmaydi, ha? Odamga tashlanmaydi. Yangi olgan egasiga ham tashlanmas ekan. O'yinqaroq. Quloqlarini ko'ring. Zo'r ekan quloqlar, shalpan quloq. Aka bu jinsi erkak-a? Jinsi erkak, 8 oylik privkalari bo'lgan, ha? Privkalari bo'lgan, hamma yo'q bo'lgan. Bunga qancha narx aytyapsiz hozir? 800 ming? 200 dollar. 200 dollar narx aytilyapti. Kuchukni holatini ko'ring lekin. Buni o'zi kuchuklari ham, ovchi kuchuklari ham o'zi 100 dollar shunaqa bo'ladi. Telefon nomerini aytaveramizmi aka? 94 lik 899 25 26 nomerlariga telefon qilaverasizlar. Dastavkasi kelishilgan holda chiqarib beraveramizmi? Albatta, dastavkasi kelishilgan holda chiqarib beraveradi. Mana kuchuk holatini ham bir ko'rishlaringiz mumkin. Kuchugimiz chiroyli, yaxshi holatda ekan. Zo'r. Diyorbek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Charchamayapsizmi? Mazangiz yaxshimi? Bugun qanaqa kuchuklarni olib chiqdingiz bozorga? Alabay bor, assortimenti ko'p. Alabay, Rottweiler, qirg'izlarimizdan ham bor. Mana shu yerdan boshlaylik hozir, ha? Mana shu Alabay aka, mana. Lapalariga e'tibor beraveramiz mana. Alaba ya, necha oylik kuchuk aka? Bular aka 1 oylik bo'lishdi. 1 oylik bo'lishdi. Dumlarni kesash, quloqni kesash tayyor Alabay. O'zlariga tarbiyalab olishaveradi olib, ha? O, mana. Lapalari ham katta, juda katta. Lapalarni ko'rsatay mana, haqiqatdan. Yaxshi. Bu necha oylik bo'ldi bu ham? 1 oylikmi? 1 oylik. Bitta ota-ona. Bitta ota-onani kuchuklari. Mana. Bu yerda uchalasi ham anaqa, erkak. Erkak. Yo'q, bitta qizi ham bo'lishi kerak. Bitta qizi bor. Lekin kuchuklarning holati zo'r. Bularning narxini necha puldan aytyapsiz aka? Narxini 100 dollardan deyapmiz, kami bor. Toza qonli Toza qoldi. Ota-onasi 100 dollardan. Mana shu yerda urg'ochi erkagi 100 dollardan tanlab olishaveradi. Mana bu yoqda qanaqa kuchuklar? Bu ko'kkel spanellarimiz mana. Ko'kkel spanel? Ko'kkel spanel. Ha, shunaqa spanel, kuchuk. Qiz bola, quloqlari uzun bo'ladi, dumlari azavat salti. Ha, mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Yodivisi. Buni narxi necha pul? Turadi bular. Qancha? 150 qog'oz turadi. 150 qog'oz dollarda. Bugun olganga 800 ming. 800 ming aksiyada. Aksiya. Bugun ulgurib telefon qilganlarga, xudo xolasa. Dastavkasi qanaqa bo'ladi aka? Dastavkasi mijoz hisobidan bo'ladi. Mijozning hisobidan. Unak viloyatga chiqarib beraveramizmi? Chiqarib beraveramiz aka. Unak viloyatga chiqarib berilaverar ekan. Bular Rottweiler. Rottweiler. Bular asosan nima uchun? Uyda zvonok uchunmi? Yo'q, qo'riqlash. Qo'riqlash uchun, ha? Qo'riqlash, hamma yoqqa ketaveradi. Bular katta bo'lganda kattaligi necha santimetr bo'lishi mumkin? Doberman bilan bir xil bo'ladi. Ovcharka bilan bo'yi bir xil bo'ladi. Ovcharka Doberman bilan bo'yi bir xil bo'ladi. Значит, katta zotli itdan ekanda.
Mana bu yoqdagi qanaqa bu? 3 oylik dokumentlari qilingan, privkalari urilgan. 3 oylik alabay mana shumi? 3 oylik alabay, dokument tug'ilish bilan dokument qilingan. Voy mana Privkalari bor. holatini qarang. Bo'yi necha santimetr chiqadi o'rtacha aka hozirgi holatida? Bo'yini omad to'g'risi bilmadim. Bo'yi bir 50 santi tepasida chiqib qolsa kerak. Yana bilmadim, bilganlar kommentariyada yozib yuborasizlar. Hali chiqmagan o'sha. Hali 3 oylik kuchuk deyshapti, privkalari bo'lgan, qulog'i kesilgan. Dumlari kesilgan. Dumi zavodskiy shunaqa? Shunday tug'ilgan. Tug'ilganda o'zi shunday tug'ilgan ekan. Bundan tashqari yana kuchuklaringiz bormi aka? Bo'ldi, hozir chiqaramiz aka. 20 ta qo'shib bor ekan. Bo'ldi. Diyorbek aka, telefon nomeringizni aytib qo'ysang. 88lik 629 629 26 26 29 nomerlariga telefon qilaverasizlar. Qana itlar bo'lsa sotib beramiz, qana itlar kerak bo'lsa topib beramiz. Diyorbek aka, yana sizdan bulardan tashqari zoo magaziningiz bor o'zingizda, to'g'rimi? Mushuk deydimi, baliq deydimi? Mushukni oziq-ovqatlari hammasidan bor. Bemalol telefon qilishsa, dastavka qilib chiqarib beraverasiz. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Yashang aka, bozoringiz bersin. Bemalol ulgurib telefon qilaverasizlar. Kuchukni holatini ko'rishlari mumkin, zo'r ekan lekin. Mana bu yoqda mushuklardan ham ko'rsatamiz. O'zingizni ko'rsataylikmi yo shart emasmi? Bu mushugingiz qanaqa? Bizga ma'lumot bering bu mushugingiz haqida. Zoti. Oddiy uy mushugi, ha? Narxi necha pul aytyapsiz? Narxi, puli. Qancha? 350 ming so'm narx aytishyapti-ku. Bu jinsi urg'och, ha, ayol, qiz bola. Urg'och jinsi 300 ming so'm narx aytishyapti. Bundan tashqari yana mushuklaring bormi? Mash bolasi bor, sotiladimi? Qornida bolasi bor, ha? Telefon nomeri aytib qo'yasizmi? Telefon nomeri shart emas, o'sha Farg'ona 5 bola it bozori, ya'ni mushuk bozori ham bo'ladi bu yerda. Kesalaring bemalol mana shunaqa mushuklarni ham uchratib xarid qilishlaring mumkin. Zo'r, bozorlaring bersan. Assalomu alaykum aka. Chiqarib yuborsak bo'laveradimi? Mana. Yo, siz chiqqaningiz. Aka, bu qanaqa zotli kuchuklar? Bizga alaboy, toza, ha? Alaboy, toza qonli. Necha oylik kuchuklar aka bular? 40 kunlik bo'ldi. 40 kunlik bo'ldi. Aka, bu yerda uchalasi ham bitta qorindan tushganmi? Bitta onani bolasimi? Bu sal kichkinaroq ekan, bu Qasada bu. bu urg'ochsa, ha? Urg'ochsa. Aka, buni otasi o'zingizning qo'lingizdanmi, ota-onasi? Enasi bizda. Enasi Otasini qo'yib kelamizda. ha, qo'yib kelasizlar, ha? 50 dollar. 50 dollarga qo'yilgan, ha? 50 dollarga qo'yilgan. Onasini bo'yi kattami aka? 80 kilo. 80 kilo, 70 kilo. 70-80 kilo atrofida o'ynab turar ekan, enasini kilogrammi. Lekin qanchadan? Undan oshiq chiqishi ham mumkin. Mana bolasini holatini ko'ring, lapalarini. Aka, bularga necha pul narx aytyapsiz? 100 dollar. 100 dollardan, uchalasiga 100 dollardan. Bolasini o'tib beramiz. Qiz bolasini o'tib berasiz narxini. Qolgan erkaklarini 100 dollardan kamini qilib berasizmi? Beramiz. Dastavkalar kelishilgan holda chiqarib beraveramizmi? Mabodo so'raganlarga yo mana shu vodiy bo'ylab Dehqonramizda. dehqonsizda. Endi buni O'zbekiston 12 viloyatidan ko'radi-da. Ko'pchilik ishqibozi ko'p bu kuchuklarda ham. O'shanga telefon qilishsa, mabodo mashina jo'natsa chiqarib yuboraverasiz, to'g'rimi? Chiqarib yuborilaveradi. Dastavka o'zlarining hisobidan bo'ladi. Aka, telefon nomerini aytib qo'ying. Yo, bo'lsa, aytali. Nomer Nechilik? 91lik 154 48 28 nomerlariga telefon qilaverasizlar bemalol. Aka, rahmat, bozorlaring bersin. Xo'p. Olyapti. Assalomu alaykum aka. Hormang. Yana sizga uchraymiz. Mana akamiz shu har doim Farg'ona 5 bola it bozorida shunaqa kichkina kuchuklar bilan shug'ullanishadi akamiz. Aka, bugun qanaqa kuchuklarimiz chiqdi? Labradorimiz bor. Mana oq labradormi? Bu juda jahldor ekan-a? O'g'il bolasi. O'g'il bolasi. Ko'rishlaring mumkin. Labrador toza qonlimi bu? Toza qonli, mana zvanok. Kichkina pakardan. Bu zvonokcha, ha? Ha, kichkinadan bu. Bu kichkina o'sha zvonokchalardan. Bularning endi narx-navosi bilan 1 million deb o'g'il bolasi 1 million deyapti. o'g'il bolasi 1 million. Aka, bular katta bo'lganda necha kilogacha bo'lishi mumkin?
25 kilo 30 kiloga boradi. 25-30 kilogacha bo'lar ekan. Narxi necha pul? 1 million aytdik-a? Kamini qilib berasiz, xudo xolasa. Beraman. Mana bu qoragachi? 250 ming zvonovcha bu. 250 ming so'm. Zvonovcha. Zvonovcha. Bu jinsini aytmadik-a buni? O'g'il bu ham, o'g'il bola bu ham. Bu ham erkak ekan. Bu ham. 250 ming so'm narxi. Bu yoqdagilar ham sizga qarashlikmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Bular qaroqdan itlar top berilaveradi yana. bundan tashqari sizda itlar bo'ladi, ha? Banda bo'ladi yana. Sizda bo'ladi. Telefon nomerni aytib qo'yaverasizmi? 90 90lik 406 406 26 27. 26 27 nomerlarga telefon qilaverasizlar. Bo'ylab emas bizdan. Dastavkasi sizdan. Pul olinmaydi dastavkasiga Samarqand bo'ylab. Yo'q, yo'q olinmaydi. Gap so'z yo'q, lekin zo'r bemalol. Bundan tashqari yana aytganingizdek qanaqa kuchuklar topib bera olasiz? Bir sanab ayt. Kuchuklari ham. Ovcharka kuchuk bor. Dekorativ kuchuklar ham topib beraman. Dekorativni kuchuklar ham bor ekan. Bemalol telefon qilsalaring. So'ragan kuchuk topib berishga harakat qilaverasiz, iloji boricha. Gap so'z yo'q aka, bozoringizni bersan. Xo'p. Xo'p, assalomu alaykum. Mana yana mana bundaqa kichkina yosh kuchukchalardan. Bu kuchuklarimizni zot qanaqa uka? Enasi pitbull. Erkagi ovcharka chalish. Ovcharkaga anaqa chartishgan gibrid, to'g'rimi? Gibrid kuchuklar. Ha, qo'shnisini iti bilan chartishib qo'ygan, lekin mana kuchukning holatini bitta bunday ko'tarib ko'rsatib olasizmi? Mana lekin kuchuk holati yaxshi, sekin qo'yavering bo'ldi. Narxi necha pul aytyapsiz? Qiz bolasini yo erkagini narxi? 100dan 250. Mana bu 250 ming. Nimaga bu qimmat? Bu vasiy tortgan. Nimasiga tortgan? Enasiga tortgan. Enasiga tortgan ekan mana. Holatini ham ko'rishlaring mumkin. Bu 250 ming so'm. Mana bular qanchadan? 100 mingdan dedingiz? Ular qizda. Bulari qiz 100 ming so'mdan, ha? Telefon nomeringiz bormi? 95lik. 95lik 962 962 14 14 08 nomerlariga bemalol telefon qilaverasizlar. Kuchuklar bo'ladimi yo mashq olasizmi? Mashq olasa, ulgura bemalol telefon qilib olishlaring mumkin. Mana bunaqa kichkina kuchuklarni ham ko'rishimiz mumkin. Buni zot qanaqa aka? Uzun limuzinitdan, ha? Limuzinit mana. Bu jins qanaqa? Erkak. Erkak, jinsi. Bu necha oylik? Yoshi nechida? 1 yasharga hali to'lgani yo'q. 1 yasharga hali to'lgani yo'q ekan. Aytishlari bo'yicha mana limuzin kuchuk. Holatini ko'rishlaring mumkin. Narxi necha pul aytyapsiz? 150 ming kami bor. 150 ming so'm kami bor. Kuchuk holatini ko'ringlar, mana shunaqa arzon kuchuklar ham chiqib qoladi. Yangi egasiga tashlanib tishlamaydi, ha? Yangi egasiga tishlab tashlanmas ekan. Yosh bolalarga ham indamaydi, ha? Holatini ko'ring mana. Kuchuk holati yaxshi. Telefon nomerini aytib qo'yasizmi? Ayting. 93lik 297 297 0122. 0122 nomerlariga telefon qilaverasizlar bemalol. Yaxshi, bozoringiz bersin, uka. Mana yana bozorda oldi bo'lgan kuchuklarimiz. Ya'ni Sashakaga mana bunaqa katta, toza qonli, alaboy kuchuklarimiz chiqqan. Erkagini 300 dollardan aytishyapti. Urg'ochisini 200 dollar aytishyapti. Kuchuklarda oyligi 3 oylik. Mana bu yerda kuchuklar ko'p Sashakada. Mana shu holatda. Sashaka, telefon nomerini aytib yuboring. 33 Aha. 831 Aha. 64 43. Все. Mana shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. Tushunmaganlar ekranda ham hozir yozib o'tib ketamiz. Kuchukning holatlari mana shunaqa. Lekin bozorda haqiqatan oldi kuchuklari mana shu Sashakada har doim bo'ladi.